Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad allazi qala an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Va ba'du. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning islom dinimizda ihson tushunchasi, ihson maqomi bor. Bu qanday maqom? Biz bu maqomni qayerdan bilamiz, qayerdan o'rganamiz? Bizga nima o'rgatadi bu maqomni? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Hazrat Umar Hattob radhiyallohu anhu bir hadisni rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida ekanligimizda ko'rinishi oppoq bo'lgan, uning ustida safarning asorati bo'lgan bir inson keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tirdida tizzalarini tizzalariga yopishtirib, tekistirib, islom nima, iymon nima, ihson nima, hammasini so'ray boshladi deydi. Bu Jabroil hadisi deyiladi. Mana shu hadisda mal ihson deyiladi. Ya'ni ihson nima deb Jabroil alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga savol beradilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihsonni nimaligini tushuntiradi. An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihson bu shunday bir maqomki, sen Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilmoqliging. Agarchi sen Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qila olmasang-da, Alloh meni ko'rib turibdi degan maqomda, holatda, darajada ibodat qilmoqliging. Tushunyapsiz azizlar? Birinchisi, bu yuqori daraja. Allohni ko'rib turgan holatda ibodat qilishlik bu eng yuqori maqom. Ha undan quyirog'ida ham men Allohni ko'ra olmasam ham Alloh meni ko'rib turibdi, Robbim ko'rib turibdi, bilib turibdi degan maqom bu ham buyuk maqom hisoblanadi. Bugungi kunda bizda mana shu maqom yo'qoldi. Bugungi kunda biz ko'pchiligimiz mana shu maqomga muhtojmiz. Qaysi maqomga? Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi. Hamma amallarimdan Alloh xabardor bo'lib turibdi. Yoshi katta bo'lsin, yoshi kichik, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, mana shu ihson maqomi bizning hayotimizda nima o'z aksini yo'qotib qo'ydi. Ya'ni biz hayotimizdan ihsonni yo'qotib qo'ydik. Ihson deyilsa ko'pchilik 4-5 ta odam yoki 10-15 ta odam chaqirib uyda taom tayyorlashni aytadi. Ha, bu ham ihson, lekin haqiqiy ihson Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat yoki Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan holatda ibodat qilish, hayot kechirish, yashashlik. Bu ilm, bu maqomni bizga o'rgatadigan, ihson darajasini bizga ta'lim beradigan bu ilmning nomi esa ruhiy tarbiya, tasavvuf deyiladi. Menga afsuslar bo'lsin, taassuf hozirgi kunga kelib sanadi bo'lmagan, ustoz ko'rmagan, dinini mohiyatini to'liq anglamagan, bilmagan insonlar ruhiy tarbiyani, tasavvufni inkor qiladi. Bo'lmagan narsa deydi, botil deydi. Na'uzu billahi min zalik. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'oni Karimda vazaru zohiral ismi va batinah degan oyatni keltiradi. Xo'p, qani ruhiy tarbiyani, tasavvufni inkor qiladigan insonlar bizga tushuntirib bersinchi, bu oyatni biz qanday tushunamiz? Alloh nima deyapti? Zohiriy va botiniy gunohlardan cheklaninglar, qochinglar deyapti. Zohiriy gunohlar nima va botiniy gunohlar nima? Bizga buni ulamolar tushuntiradiki, zohiriy gunohlar zohirda bo'ladigan gunohlar. Misol uchun o'g'irlik, o'zganing haqqiga xiyonat, g'iybat, tuhmat, o'zganing sha'nini toptash va qo'yinki davom etaveradi. Mana bu zohiriy gunohlar. Endi botiniy gunohlarchi? Botiniy gunohlar insonning qalbida bo'ladigan hiqd, adovat, hasad, ko'rolmaslik, nafrat. Mana bular insonning qalbida bo'ladigan yomon gumonga borish, insonlar haqida yomon gumonga o'ylash, yomon gumonini haqiqat deb bilib olish. Mana bu botiniy gunohlar bo'ladi. Mana endi zohiriy gunohlarni biz islom nuqtai nazar, ya'ni islom dinida Alloh taolo qaytargan gunoh ishlarni bilamiz. Bu zohiriyga da'vo bo'lsa, endi botinimizga endi nima bo'ladi? Ruhiy tarbiya kerak bo'ladi. Islom zohir bo'lsa deydi ulamolar, iymon botiniy bo'ladi deydi. Zamonamizning katta ulamolari, li shayxil mashayix, shayxlarning shayxi bo'lgan Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari o'zlarining At-Tasawwuf va Suluk kitoblarida islom bilan tasavvufni, ruhiy tarbiyani quyidagicha keltiradi. Faraz qilingki deydi, bir mashina bor. Mashina, ulov. Ulov manziliga eson omon yetib olishligi uchun unda ikkita narsa topilishi kerak. Ikkita narsa. Birinchisi,
mashinada benzin bo'lsin. Ikkinchisi, mashinaning yo'li tekis bo'lsin. Salomat bo'lsin, to'g'ri bo'lsin. Endi mashina bu inson go'yo deydi. Inson. Mashinaning benzini bu ruhiy tarbiya, tasavvuf deydi. Mashinaning yo'li esa bu islom dini deydi. Boriladigan oxirgi nuqta joy bu Robbil alaminning huzuri. Demak, insonda ham islom ham iymon, ya'ni ham ruhiy tarbiya shaklanar ekan, ham zohiriy ham botiniy ilm unda jamlanar ekan, inshaalloh Robbil alaminning huzuriga yetib olishlik va u yerdagi darajaning ko'tarilishligi juda ham oson bo'ladi. Alloh taolo hammamizga mana shu ihson maqomini nasib etsin. Robbimizni ko'rib turgandek, garchi biz ko'ra olmasak-da, Robbimiz bizni ko'rib turibdi, Robbim meni ko'rib turibdi degan holatda ibodat qilishlik, hayot kechirishlik, insonlar o'rtasida, jamiyatda mana shunday holatda yurishlik maqomini Alloh taolo hammamizga nasib va ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.